atiga 18 ming so'mdan futbolkalar ko'rishinglar mumkin. O'zim ham kiyib oldim. Agar sizlar 6 ta xarid qilayotgan bo'lsanglar 99 ming so'm qilib beriladi. Ko'rishinglar mumkin. 18 ming, 18 ming, 18 ming. Mana buni qaranglar. Qora rasvetkasi ham bor. 18 ming. Bularimiz ham 18 ming. Bu ham 18 ming. Mana buni qaranglar. Bularimiz ham atiga 18 ming so'mdan. Bu tomonda ham mana rasvetkalari bor. Ko'rishinglar mumkin. O'zim kiyib oldim. Mana bu rasvetkasidan. Men kiyib olgandi boshqacha rangi mana. 18 ming so'm. Manchester City'ning formasiga o'xshatganidan bularimiz ham 18 ming so'm. Qaranglar, kommentariyada yozib qoldiring. 18 mingga ardiydimi, ardimaydi. Mana o'zim ham kiyib oldim. Xo'p, tepada ko'rib turgan ko'ylaklar bormi? Yangi uzun sviterlar bormi? Yangi kalta futbolkalar bormi? Narxi atiga 55 ming so'mdan ko'rishinglar mumkin. 55 ming, 55 ming, 55 ming, 55 ming. Mana buni qaranglar. Materialni qaranglar. Voy, ushlasanglar shunaqa madda qiladilar. Atiga 55 ming so'mdan xarid qilib olishinglar mumkin. Voy, mana bu rangga qaranglar. Trenddagi rang-ku. 55 ming so'm. Xullas, mash qator, tepa qator, boshidan oxirigacha atiga 55 ming so'mdan olishinglar mumkin va shirin bola, shirin inson bo'lib yurishinglar uchun biz sizlarga o'ylagan holda atirlarni olib kelib qo'yganmiz, turli xilidan. Mana buni qaranglar. Bu anaqa Sephora marketing klientlar deb olib qo'yganmiz, lekin qo'yib beramiz. Pastdagilar bormi? Ha, bular bor. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Bularimizni narxi shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib kelganlarda, sizlar bu xona sevib bo'ling, o'zim sevtirib bitadilar. Narxi 199 ming so'm va 199 ming so'mning ichiga xohlasanglar bitta sumочка qo'shib oladilar, e'tibor beringlar. Yo'q, menga sumka kerak emas deylar, bitta kipka qo'shib oladi, to'g'rimi? 199 ming so'mga shunda ikkita narsa bo'ladi. Xo'p, bu atirlarimiz analik, dubayskiy atirlar bo'lib, hidi indamay 2-3 kun turaveradi. Boshqa joylar surishtirdim, eng arzon joyda ham atir dozini 250 ming sotilyapti. Bizda atir bilan birgalikda yana bitta bonus qo'shib oladilar yoki sumочка yoki kepka qo'shib oladilar. Narxi atiga 199 ming so'm bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Trendy atirlar hammasi Dubayniki. Sizlar yo'q, menga ozroq kerak, proba qilib ko'rmoqchiman desanglar, 10 milligramga quyib beramiz. Narxi atiga 30 ming so'm bo'ladi. Bu ham necha marta sepishga yetadi? 2 ta sepishga yetadi. 2 ta sepishga yetadi. Narxi atiga 30 ming so'm bo'ladi. Probaga oladilar. Yo'qsa bemalol olasizlar. Rumolchalardan tortib, e'tibor beringlar. Rumolchalardan tortib, kipga, bu tomonda mana ich kiyimlar, bosh kiyimlar, remenlar, oyoq kiyimlar mana ko'rishinglar mumkin. Erkaklarimiz uchun kerakli bo'lgan kiyim-kechaklar deyarli barchasi bor. Keladilar, o'zimizdan ishlab ketadi. Xo'p, bu tomonda ko'rib turgan oyoq kiyimlar premium klassdagi oyoq kiyimlar bo'lib, narxlari aralashma narxlarda. Kimga qaysi biri yoqsa, shuni screenshot qiladilar. 90lik 880 55 66 ga yozib zakat qiladilar. Bularimizni ham narxi aralashma narxlarda, qaranglar. Sifatlari zo'r ko'rishinglar mumkin. Xo'p, tepadagilarni tushuntirdim. Tepadagilar hammasi 55 ming so'mdan, taxminan bir 80 xil, 100 xili bor. Atiga 55 mingdan Xitoyda mahsuloti. Va pastdagi kiyimlarimizni to'xtalib o'taman. Bularimiz 99 ming so'mdan. Lekin shu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib kelganlarga men internetdan keldim desanglar yoki men internetdan zakat qilyapman desanglar, 75 ming so'm qilib beriladi. O'rtoqlar, e'tibor beringlar. Shu yerda o'zida 24 ming so'm skidka internetdan ko'rib keldim desanglar bo'ldi. Pastdagi любой tovar bor-ku, futbolka, finkalarimiz atiga 75 ming so'mdan sizlarga aylanadi. Ikkita olayotgan bo'lsanglar, narxi 150 ming. Voy, mana buni materialini qaranglar. Sevdim lekin materialni bor. Badaninglar maza qiladi, o'zinglar juda his qiladilar, qulay his qiladilar. 75 ming so'm, oxirigacha 75 ming so'm. Futbolkalar va finkalar va 75 mingdan va shimlarimiz razmerlari 29-30 razmerlari qolgan. Narxi atiga 45 ming so'mdan. Qaytaraman, 29-30 razmerlari qolgan, 31lari bitta ikkita chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. 45 ming, 45 ming, 45 ming, 45 ming va 45 ming so'm. Xitoyda mahsuloti. Mana shu yerdagi barcha shimlarimiz 45 mingdan, buni ustidagi shimlarimiz ham atiga 45 mingdan mana. Ko'rib olishinglar mumkin. Qanaqasi bor shimlarni deganlarga 45 mingdan olib olishinglar mumkin. Dastavka 12 ta viloyatga bor, pochta orqali chiqarib yuboradi. Misol uchun sizlar 3 ta shim zakaz qilayotgan bo'lsangiz, misol uchun 1 kilogramm chiqsa, taxminan 20 ming so'm bilan любой viloyatda markazga yetib boradi. Hozir havolar ko'rib turibsizlar, netuda bo'lyapti. Sizlarga men chin ko'ngildan tavsiya qilgan bo'lardim. Mana bunaqangi bitta anaqa olinglar. Biturovka olinglar. Xo'p,
kunduzi issiq bo'lyapti, ertalab va kechki payt salqin bo'lyapti. Misol uchun qaysidir akalarimiz bozorga chiqib savdo qiladi. Qaysidir akalarimiz ertalab turib ishga borishi bor. Mana shundan bitta olsanglar, yengil, maza qilib kiyasizlar. Buni narxi nech pul qilib beramiz? 90 ming so'mdan ekan. Qaranglar, mana o'zim olganimda ham 100 mingdan kam bermagan bular. 90 ming so'mdan olishinglar mumkin. Yana bittasini kiyib ko'rsataman. Bularimiz 250 ming, 300 ming sotilgan. Hozir olib qo'yib, misol uchun bu yili kerak bo'lganda kiyib, keyingi yili kiysanglar ham, lekin mazza qilib kiyatlar. Atiga 90 ming so'm. Odamning ustida mana qaranglar, qanaqa zo'r turibdi. 90 ming so'mga oldi deb o'ylamaydi hech kim. Atiga 90 mingga ardiydimi, ardimaydimi? Kommentariyada yozib qoldiring. Mana buni qaranglar, vobshe zo'r turibdi. 90 ming so'm atiga. Xo'p, yana sizlarga aytmoqchi bo'lganim, bu tomondagi triko shalvarlarimiz narxlari aralashma narxlarda ko'rishingiz mumkin. Narxlari aralashma narxlarda qaranglar. Qanaqa zo'r tovarlardan keldi. Brand Center do'konimiz. Lokatsiya ham qulay. Bularimizni narxi aralashma narxlarda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Do'konimiz xuddi katta va assortimentlar bomba. Bu tomonda ham aralashma narxdagi oyoq kiyimlarimiz bor. Narxlari aralashma narxlarda. Ko'rishingiz mumkin. Har xil nimalarni uchratishingiz mumkin. Brendlarda. Xo'p, demak, bu tomondagilar 79 ming bular. Ashta sanoqli oyoq kiyimimiz qilgan 79 ming so'mdan va bu tomondagi futbolkalar ham, sumkalar ham narxlari aralashma narxlarda. Kelinglar, 1000 marta eshitgandan ko'ra kelib turib bir marta ustinglarga tashab ko'ringlar. Manzilni tushuntiraman. Manzil bu tomoni Chilonzor metro, bu tomoni Chilonzor metro, Chilonzor metroning yonida eski Kardinka bor. Mana Integra savdo markazi bo'lgan hozir. Xuddi shuni yon tomonida Brand Center do'konimiz. Ertalab 10 dan kechki payt 10 gacha har kuni ishlanadi. Yaqinroq olib keling, admin raqamini ko'rsatib o'taman. 90 lik kodi bilan 880 55 66. Qaytaraman. 90 lik 880 55 66. 12 ta viloyatga dastavka xizmati bor. Videoga albatta like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yinglar. Sifatli tovarlar, hamyonbop bo'lgan narxlarda. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. 18 ming so'mga ardiydimi, ardimaydimi? Ustimga kiyib olgan. Hammalar Brand Centerda kutamiz.